Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitay rəisi Xi Jinping'nin Abdurrahmanlıq Partikomның sekretari Chen Chuai-goni yötkişi degan tema üstüdə söhbət edib barmız. Biz bu münasibətlə Dünya Uyğur Qurultayının muavin rəisi Erkin Akrem Efendi bilan Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin rəisi Elşad Hasan Efendini bu söhbətə alayı təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldinizlər. Hoş bulduk, rahmet. Bundan sonra aldı bilen Elşad Efendi bu Xitay hükümetinin yani Chen Chuai-goni birdinlam bizge belki naydı tuyuqsuz tuyuldu elbette 25 dekabr günü yani Rojdestvo günü bununki ornağa endi Guangdong ülkəsinin sabıq yani ülke başlığının tiklengenligini bıraklam elan kıldı. Naydı yumuşak şekilde, dikkat kılmagan şekilde. Sizningcha endi bunun sebebi nima deb qaraysiz? Şahsen benim için pek tuyuqsuz bulmadı. Çünkü bir yılın aldığını tatip Xitaylarının içinde mişmiş Chen Chuai-goni'nki almışlığallık doğruluk Xitay'nın oylaşıyotqanlığı her xil gaplar bolgan. Bir hafta burun hatta bazı Xitay şunaslarınki Xitayning içinden kelgan uçurda maşinri Chen Chuai-goni o'rniga chiqirga degan gapmi paydo bo'lgan. Şunun için bu pek tuyuqsuz emas hem de Xitayning siyosatini yakından kuzatib kelganlar uchun. Bu yerda almashtirishdagi sababning birisi Xitoy hozirgi Sharq Turkistonda berayotgan milliy qirg'inchilikni, ya'ni Uyg'ur qirg'inchiligini padazlash. Chen Chuai-goni bu milliy qirg'inchilik bilan birga bir gavda bo'lib qoldi. Shuningki bir mana degan vaqtida tarixga bekitilgan yoki sharmanda tarix taxtasiga bağlangan bir Xitoy oldu. Onun ismi bilan bağlandı. Şunun için Xitoy bunu almashtirish orqali bu milliy qirg'inchilik degan bu atalg'u ve Uyg'urning ismi ve Uyg'ur Avtonom rayon degan bu isim bilan bo'lgan bog'lanishni bir so'zlashtirish, shu orqali o'zini xalqaroninki jazo va nuqtasidan yetkash, padazlik qilish, shu nuqtani asos qilib buni almashtirdi deb qarayman. Bu o'ylanayotgan bir Xitoy markazininki menimcha dangsayotgan bir plan. Faqat bugungi kunda buni rasmiy oxirgi qaror qilib almashtirdi. Erkin Akrem Efendi bu endi bu qitim almashish albatta Elshad Hasan Efendi degandek balkim bu tasodifiy bo'lishini atayin. Ammo bu qitim e'lon qilgan chaqda qiziq yeri ya'ni masalan ilgari masalan Abdurrahmanning bosh sekretari bo'lgan masalan boshqalar bo'lsin, Zhang Chunshan bo'lsin, bularni yetkigan chaqda bularni ma'lum bir o'ringa bir amal berib turib, anin kim bularni almashtiradi. Bu qitim masalan Chen Chuai-goni yetkigan chaqda buning nega borganligi, nima qilganligi hech nimasi aniq emas. Sizningcha buni qanday tushunish kerak? Aslında Chen Chuai-goni'nin bardıgan yeri var. Birisi bu Chen Chuai-goni 2016'da Sharq Turkistonga bu reis olup kelgandan bir yıldan keyin Chen Chuai-goni şu polit bürosunun a'zosiga aldı. Yani ushqandekla Xitoyni boshquradigan markazga kirdi. Bu hozir ashana a'zosimdi. Bunundan kim bu politbüronunki daimi a'zosi bo'lamamdı. O ya biraz mücmel. Çünkü 7 kişinin arasına kirish unda asan emas endi. İkincisi bu Chen Chuai-goni şu merkezde kurulgan yezlikçilik meselesi bilan shug'ullangan bir komite var. O komitenin muavin reisligi ataptı. Bu xuddi o'z vaqtida Şinşseyne şu dixanchilik ve ormancılık ministerlikka apagandekli bir şeydi yani insanlar şunu hatırlatıyordu. Bence bu Chen Chuai-goni Xi Jinping'nin yol yoruqları bile Sharq Turkistonda qildigan qattiq qo'lliqlarni hamını qildi bence. 2014'te Xi Jinping'nin Sharq Turkiston ziyaretinden qaytadigan kunda Ürümçi vokzalda bir bomba patlap gitti. Bu bomba aslında Xi Jinping'nin Sharq Turkistonda aşı qattiq qo'lliq bu nimalarni, bu teröristlarni yo'qotamiz degan gapga bir javob bo'lib qoldi. Chun bu Xi Jinping aşağıda bir mahcubiyet bo'ldi-da, biraz qiynalib qoldi.
Şununla bu Xi Jinping qattiq qo'llikla boshqurman degan vaqtida eng yaxshi nomzodi mush Chen Quanguo'di. O Tibet'te qilgan ishlardan topayli uni akeldi. Hozirgacha misoliga 5 yilning ichida Xi Jinpingninki o'ylagandek yoki orzu qilgandek bir vaziyatni yaratib berdi. Yani o'zlarining gapi bilan, yani 5 yildan beri yoki qancha yildan beri terror faoliyati yo'q deb. Endi bu Chen Quanguo'ninki vazifasi tugdi endi. Endi buni almashtirishga to'g'ri keldi. Belki dunyoga bir uchur beryotdi. Hozir mushu asli qilg'ashga biz buni miyadan yo'tkab ketdik deb. Ama o'z vaqtida Jiang Qingshanmi cho'ng ishlarni qilamidi deb aytdi deb tushundik. Aslında bu Xitoyning ichidagi bir almashish masalasi bor deb o'ylayman. Bu 20 partiya qurultoyi bilan aloqasi bor deb o'ylayman. Bu yeni ekelgan reis bo'lsa, bundan keyin Xitoy tarafdan degani Sharq Turkistonda muqimlik saqlangandan keyin, bundan keyin Sharq Turkistonninki iqtisodiy taraqqiyot eng muhim masala bo'ladi. Buni bultu 9. ayda 3. Sharq Turkiston xizmatlari yig'ini ichildi o. Şu yig'inda birinchi va ikkinchisi bilan selishtirgan chog'da mushu iqtisodiy taraqqiyotni bekerek chaqaladi. Birinchida shu boti iqtisod boti, ama ikkinchisida shu iqtisod taraqqiyot degan gapmi yo'qdi. Shuningga mencha shu bultu 9. ayda ichilgan bu Sharq Turkiston Xinjiang xizmat yig'ini deyli. Bu yig'indagi qarorni birisi icra qilish lazım. Ama Chen Quanguo bunu qılamaydiganligini ko'rdi. Shuningga buni qilaoladigan birisini tanlash ve bu bo'lsa 20. partiya qurultayda bunu bir merkezga alalisak deb. Bu başka ülkelerde politbüro a'zosi bo'lish uchun pek qiyin. Ama Sharq Turkistonga reis bo'lib politbürosu, yani 25 kişilik politbürosuna kirish biraz asan to'xtadi. Bu Wang Lequan'dan başlap berdi. Jiang Qingshan shunday bo'ldi, Chen Quanguo shunday bo'ldi. Belki hozirgi kelgan bu machinerymi shu yo'l bilan merkezga ekelmoqchi. Ama bu kelishdan evvel Sharq Turkistonda bir xizmat ko'rsatsa, xuddi Xinjiang va Guangzhouda xizmat ko'rsatgandek. Degandek bir planlama badek turdi endi. Dilshod Hasan efendi, bu Dr. Adrian Zenz, yani o'zining bahosida shu Chen Quanguo'ning yo'tkalishida, ya'ni Chen Quanguo o'tgan 5 yillik qattiq qo'lliq, yuqori besimliq bostirishni vazifasini ado qildi endi. Xitoy hukumati kutgan. Şu an uni yo'tkadi. Aniki bu machineryni endi ikkinchi bosqichliq, tez suratlik erkiy qirg'inchilik bo'lmasimi, asta suratlik. Burungi siyosatlar o'z beti o'rnida turdi. Cho'ng jihatda o'zgarish yo'q, ammo shakl jihatda o'zgarish bor. O'shunda ilib berish uchun yo'tkab keldi deb baho berdi. Sizningcha bu to'g'rimi? Menimcha to'g'ri. Bu yerda machineryni jiq odamlar buningki PhD'si borligini, doktorligi borligi va universitet muallim bo'lganligi buni ko'rib, jiq odamlar buningdan xuddi ziyoli bo'lsa, yaxshi odam bo'ldi degandek bir bahoni beryapti. Amaliyotda men qisqacha Twitter'da dedim. Gitlerninki eng mashhur bo'lgan tashviqot ministri Joseph Goebbels PhD olgan, Auschwitz'ni o'z ichiga olgan Polshaninki valisi bo'lgan Hans Frankmo shu vaqtdagi Yevropadagi xeyli danqova bir advokat bo'lgan. Bu demaklik qirg'inchilik berishda, vahshiylikda hech qachon o'qigan odam uningda ishkilanadigan yoki u bir yaxshi odam bo'ldigan unda bir xulosa chiqaramaymiz. Machinery 2017-yili Guangdongninki sekretari bo'ldi, partiyaninki. Guangdong Hong Kongni boshqarishdagi oldinqisi. Mana deganda 17-yildan bugungi kungacha Guangdongninki bo'libmi, o'sha Hong Kongninki bir lagerga almashishiga Guangdongning roli bakchong. Guangdongning partiyasining sekretari bo'lgan Machineryninki buningda o'ynagan roli alohida bo'ladi. Xitoyning ichida ziyolilarning shu deydigan bir so'zi bor. O demaklik o'qiganlar bunda ishlarga kelganda hokimiyat yurgizishda, suiqasd mang'izishda ilm fikriga usta bo'ladi. Shuning uchun Chen Quanguo'ning o'rniga buni akilish meningcha bir necha sabab bor. Birisi iqtisodiy jihatda buningki Chen Quanguo'ga qaraganda alohidligi bor. Ikkinchidan buningki burungi
Xitoyninki harbiy sanoatininki idora boshlig'i bo'lgan hamda Xitoyninki havo olam projektisininki yana uningmi idora boshlig'i bo'lgan adam. Bu demaklik bu Xitoyning hozirgi strategiya darajalik boshqurilish bomba hatto bu atom sanoatining idora boshlig'i bo'lgan. Strategiyalik boshqurilish bomba, qurol ishlash, fan texnika hammasida bu ishlagan Xitoy. Sharqiy Turkiston hozir Xitoyninki tirkishayotgan Hindiston bilan bo'lgan yana bir qo'shniga. Shuning uchun buning kelishi mana degan vaqtida Xitoyning harbiy texnika kuchini bu yerda oshirish, moslashtirish, masalan, Koreyaning yendiki malan Xitoyninki mushu boshqurilish bomba, atom bomba, mushularninki bir bazasi. Bu yerga bo'lgan fan texnika jihatdagi, mablag'dagi bu jihatlarda bu Xitoyning o'ynaydigan roli alohida. Shuning uchun bu Xitoydan umid kutish, buni faqat iqtisodiy jihatda taraqqiy qildirish keldi deb qarash yoki siyosatni bo'shtamdiki degan bu menimcha azroq nodonlik deb qarayman. Chunki buning Guangdongda ip bo'lgan bu 3 yil jarayonida 17dan ta oldin qaptigacha bu Hong Kongni bostirishda oldin safda turib, shularni qo'llab kelgan. Ham Guangdongdan hozir aniq bo'lgani Hong Kongga saqchilar kirgan. Şu avatgan saqchilarninki hammasida bu Xitoyning rolining borligi aniq. Buning ruxsatsiz, buning yordamisiz, buningki oqsabga bo'lgan ta'minlashi siz Xitoyninki Hong Kongdagi saqchilari unda keng ko'lamda tutish va odamlarni so'lash bularni amalga oshirmaydi. Demak, bu Chunchongodan qolmaydigan yana bir jallod. Faqat buningki usuli balkim padoz bilan, chunki bu jiqaroq o'qigan yil mikriga Xitoyninki tarixidan tortib texmi mahir keladi. Shuning mana degan vaqtida yig'inchoqlab bersam, bu texmi bir xatar Xitoy desak bo'ladi. Lakin Akram Efendi, bu Chunchongoning kelishida albatta bu xalqaroliq jamiyatning besimi bo'libmi, Amerika boshliq g'arb ellarining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ilib berayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik ham insoniyat qarshi jinoyat deb bekitishi. Uningdan sirt, ya'ni Chunchongo qatorliq bir qism Bingtuanning boshlig'i bo'lsin, soqchining boshlig'i bo'lsin, bularga jazo e'lon qilishi. Bingtuanning o'zini jazolashi, masalan, Amerika hukumatining. Mush Uyg'urlarni nazorat qilgan Xitoyning cho'ng shirkatlarga, Sanstein bo'lamda DJI u bo'lgandek nurg'un shirkatlarga jazo qo'yishining natijasida. Uningdan sirt, mush Uyg'ur masaladek Xitoyning ichidagi bir ishki masala desak, Xitoyning xalqaro yuzi inovati obro'yini to'kkan ve hatta Xitoy hukumatini bir qonxo'r jinoyat bir hukumatga aylantirgan bir masala bo'lgani yo'q. Nurg'un analizchilarning deyishicha, buning hamda Chunchongoning kelishida nihoyatda alqiliq rol o'ynadi deb qaramoqda. Sizningcha bu to'g'rimi? Bence Chunchongo Xi Jinping'ninki bir esvabı. Yani meseleninki özü Xi Jinping'de. Xi Jinping bu esvabını işletti. Özününki arzu qilgan yoki istagan o nuqtaga kelgandan buni asta merkezga epla abaqi degan dehqonchilik nima komitega ashakla tashlab qo'yib, shu yerda pensiya chiqarib, asta shunday tashlab qo'yish mumkin deb o'ylayman. Va kim g'ajlisin, yani chet eldagi besimini dağıtma, yani Xitoy chetdan degan joyda kim g'ajlisin, hamda hech bir ishga yarmaydi deb. Ashunda bir qattiq bir turishi var hozirgi urush bo'ri diplomasiyasini qilayotgandek. Shuningga bence bir qisqa bir mezgildan keyin Chunchongo unutilib ketadi deb o'ylayman. Chunki uni to'la ko'rsatmaydi. Shuningla bu yaxshi yashab, yaxshi yeb Beijingda shuna ketib qolamki deyman. Ama bununki ismi yazıldı hazır bu nime cezalandırışınınki bütün nime hüccetlerde. Hem de tarihi bir cettin desek mi bu hem de kutlamaydı hem de. Hem de Xi Jinping bunundan kutuluşu tırışıdı hem de. Çünkü aşık kıldı ben kımıdım diyen yere gelmek için. Bununla bu Chunchongo'nu atıgan vaxtıda çokum Xi Jinping'le birlikte ataş lazım. O vaxtıda onundaki Xitay'nınki siyasetininki artık görünüşünü mü müşahede çakalıgan buldu. Eğer yalğızla Chunchongo'la atıp koysa o vaxtıda Xi Jinping aslan kutuludu.
ve Xi Jinping evvel degan uslub bilan onu asta nima qilib kun tartibdan jiroq tutib, shunday qilibla bu ishni besiqib turib ketib qilishi mumkin. Mening azroq Akremga o'xshamaydigan Chunchanggo'ninki hamda mengishig'a. Biz bir Xitoyning oldini qarasak, Xitoyninki jazoga nomiga kirgan Wang Zhongjun degan Xitoyni, masalan, xalqarada jazoladi. Jazolab uni jazolash sabab shu Uyg'ur qirg'inchiligidan. Uni amma Tibetga olib borib sekretar qilib o'stadi. Shuning uchun hozir Xi Jinping mo Xitoy markazida uningga qarshi bo'lgan kuchlar bilan gerçi aciz olsunmu ularni tekrar bütünlay tazlap boğunu yok. Keler yılı 20. kurultay yıçıldı Xitayning. Mening farzimde belkim bir olsa tekrar Xi Jinping Chunchanggo'ni şu 7 adamlık siyasi bürosiga akirib, özünün bir en işencili kolçomak kılıp işiltişke tirişi mümkün. Çünkü Chunchanggo hazır milli kırgınçılık bilen bağlandı. Xitayning işlerimi xuddi Akrem hazır deganga o'xshash bir yomon nom bilan bog'langan bir Xitoy bo'ldi. Qolgan Xitoylar buning hech qaysi buni yaxshi ko'rmaydi. Buni putlab yiqitib o'tishni hammasi xohlaydi. Shuning uchun Chunchanggo'mi Xi Jinpingga eng sadoqat odam bo'ladi. Nimani qildi desa, kallisini keldi shuna keladigan, shapkisini keldi desa, kallisini qo'shib keladigan. Buni ba'zilar o'qimagan, o'sanmaydi deydi. Mao Zedongning vaqtida Wang Hongminmi o'qimagan. Fakat bir zavutninki, fabrik zavutinninki qo'g'dash bo'limida ishlaydigan odamdi. Umi siyosiy bürosininki a'zosila emas, 7ning birisi bo'lgan. Hattoki birinchi muavin rais bo'lib tayinlangan. Shuning uchun Xitoyning tarixida Xi Jinping naq Mao Zedongni do'rab mengyotdi. Shuningga balkim Chunchanggo'ni, ya'ni xuddi Wang Zhongjunni o'stirib Tibet sekretar qilgandek, buni akirib 7 odamning biri qilib siyosiy bürosida o'stirib bütün dunyoga shilting etish, nima qila olaysan meni deyish, yana birisi siyosiy bürosida o'zini nayki kuchli bir odamga o'ng qo'l vaziri ya so'ng qo'l vaziri demdok qilib kimning beshini oldi desa, shuni beshini oldigan bir odamni tayinlash ehtimolimi menimcha bek jiroq emas. Uningdan keyin 2 kunning oldida Xitoyda bir yezigilik iqtisodini kuchaytirish yig'ini ichildi. Chunchanggo'ni ivatgandan keyin 2 kundan keyin ichildi. O yig'inda Chunchanggo'ning ismi yo'q. Demak, texi uni muqim yezigilik iqtisodiy komitetininkiga kirgizganligi texi degandek aniq emas. Balkim Akremning deganidek buni tashlab o'tish ehtimoli bor, ammo siyosiy bürosiga akirish ehtimolimi jiroq emas. To'g'ri, buningki ehtimoli bor, ammo o selishtirgan chog'da biroz tuvanda o'zimning fikri. Chunki bu 25 kişilik şu politbüronun a'zosi zaten o'zi. Hem de o'sman desa, hem de en yüksek yeri şu 7 kişiden teşkil topgan politbüronun daima a'zosi bo'ladi. Daima a'zosiga kirish unda oson to'xtamaydi hamda. Shuningga bu bir, ikkinchisi bu Xitoyda bir gap bor, bu av tugagandan keyin o'q yayni tashvitidi, jang tugasa generalni yo'qotadi degandek. Bu aslında bir vazifani tugatdi. Misalga 2017 yılında o Şark Türkistan'ın CH idaresinin başlığı Wang Mingshan. Şu vaqtida deganti, 1 yılda Şark Türkistan'ı qanday qilamiz, 3 yılda qanday qilamiz, 5 yılda Şark Türkistan'daki bu ahvalni jimiqtiramiz deydi. Yani lager bilan aloqador bir gap hamdi. Bu 2017'de 5 yıl desek 2022 oldu. Yani 2022'de Şark Türkistan'ı tamamen jimiqtiramiz degan bir plan bağ buluş mümkün. Yani 22 ma kilovatı hazır. Demek ki bir basqoch tügidi. Hemdeki basqoch hem de bir cetten yani Şark Türkistan'daki bu zulümle devam kılış. Ama yani bir cette bunu devam kıldırış için iktisatını canlandırış. Yani bir cetten iktisat vilasini aldaş. İkincisi yani misalga bazı haberlerimi anladık. Bu yıl 8. ay 9. aydan itibaren nurgun Uygurlarını yana aşı lagerga kaptı. Burun lagerga amıgan, solumağanlarını yeniden ilişki başladı etipti. Demek ki bu toktığını yok. Ama bunda kiti verse Şark Türkistan'ın iktisadı ama ziyan bir ahval var. Çünkü hem çeteldeki bu bisimler yani bu çekleşler, ambargolar degende hem de Şark Türkistan
ki bu işlep çıkarış fabrikalar, şirketler chet elden kelgen bu ambargodan töpeyle Şarkı Türkistan'dan çıkıp gitişini yolunu izlavadı, çıkıp gidiş yolunu. Ondan keyin Şarkı Türkistan'da bunca işler bo'lganikin pullarni sap merkezden, yani Batçanı merkezden aldı. Ondan keyin o 10 neçe ülke ve şehirler Şarkı Türkistan'a yardım kıldı. Yani Şarkı Türkistan'a töleydgan pul yaman köp. Şunun Şarkı Türkistan'ın iktisadı canlanmakıca Şarkı Türkistan'da bundak mağuzuş ve kıyın toktaydı. Şununla bir devir tügüdü. Şununla Çinçangonuma şu merkezge ep durup politbüros azası bulup yani kandak bir moyun bir iş bulmasa boş bir ünvan bolsa bir koyup eşede aşındak yoktam ki diyen bir göz karışım vardı. Ama inşaatının diyen ihtimalımı var tabii. Unda bolsa Elşad Efendi hazır bu Xitoy analizchilarning bildirishicha hozir bo'libmi Uyg'ur sotuvchilar Dr. Adrian Zenz ya'ni bu Uyg'ur erkiy qirg'inchiligining bosh buyruq bergan inson ya'ni Xi Jinping hamda Chunchanggo degan uning ijro qiluvchi degan Xitoyning ichki hujjatlarini isbotlagandan keyin ya'ni bu erkiy qirg'inchilikning beshi Xi Jinping ekanligi aniq bo'ldi. Shundan keyin hamda Xi Jinping bilan Chunchanggoning hisobda taqdiri chambarchas bog'langan bo'ldi. Albatta siz degandek Şunun Chunchanggo'mu Xi Jinping'e aitdi. Sadık bir insan doppusuna kendisi kalısını koşup ekildiğen hazır Xi Jinping'e bulup 20. kurultayı içilişten burundak muşundak çumakçıları gerek elbette. Şunun belki onunki orne ameliyatı bekitilmeyen buluş mümkün. Sizin için hem de bu Beijing'de mesela merkezi hükümette Amerika hükümetine destekli Chunchanggo'nu cezalaganda Xitayning işki materyallarını Nurg'un Xitoy hükümetinin ameldarları bu Chunchanggo bilan ko'rishdan, bir yer bo'lib qilishdan, rasm tushishdanmi andish qilgan. Ammo ya'ni Xitoy analizchilarining degani Chunchanggo cho'ksa Xi Jinpingmi cho'kadi. Chunchanggo texmi kuchlik bo'lsa Xi Jinpingning sodiq odami bo'lib, Xi Jinpingning dushmanlarini tang yo'qotib berish mumkin. Yana 20 qurultayda uning menga doim bo'lishda muhim rol o'ynaydi. Shuni yo'tkab ketdi degan so'z cho'chaklim bor. Sizning bundan qanchalik rost? Menimce hazır xuddi Akram dedi. Birisi Xitoyning ichida Sharq Turkistonda ipagan Xi Jinpingning hammadan biladi buni. Menimce Xitoylarni aniq biladi. Bu Sharq Turkistondagi siyosat hargiz Chunchanggo'ning emas. O Xi Jinpingning siyosati. Chunchanggo faqat Akram degandek o bir qoral ishlandi. Uning vazifasi tugidi u yerda. Ama bu qoral Xi Jinping için naiti muhim bir qoral. Bu qoraldan ki hamma adamning qo'lini ko'ydirdiganligini Xi Jinpingdan boshqa hamma Xitoy amaldorlari buni biladi menimcha. Bilganligi uchun ular Chunchanggo'ni bo'lsa shu ya yezigilik bo'lamdi yoki xalq qurultayining muavin mudiri bo'lamdi xuddi Zhang Chuishanga bergandek yoki Wang Lichanga bergandek Jungo Qonuniy ishlar birligining raisi demdi. Şuna bir hukuk bilan berib, buni pensiyaga chiqarib o'tish, shu niyati bor Xitoylar nayt ko'p. Ammo mencha bu mening shaxsiy ko'z qarashim, Xi Jinping uchun hozir Chunchanggo birdan bir eng sadoqat. Chunki Chunchanggo o'zimi biladi. O Xi Jinpingdan ayrilib qolsa, u tugaydi. Shuning uchun Xi Jinping eng sadoqat. Naq mushu ikki haftaning ichida biz ko'rsak, Xalq gazetida bir ikki maqola chiqdi. Oldingi maqolada islohot Xitoyni qutuldurgan birdan bir yo'l deb chiqadi. Buningda Deng Xiaopingni maqtadi, Jiang Zeminni maqtadi, Hu Jintao'ni maqtadi, Xi Jinpingni maqtamadi. Ertasiga yana bir parcha maqola chiqib, partiyaning birligini saqlayli, Xi Jinping markaziga uyushayli, ittifoqlashayli degan. Bu demak nima deganda, qarish kuch ojiz bo'lsa-mu, xalq gazetiga bir parcha Xi Jinpingning zitiga tegadigan maqolani e'lon qila oladigan darajada kuchi bor. Bu demaklik Xitoyning ichida 20. qurultaygacha bu kurash davomlashadi. Yoki o aciz olsa-mu, tuyuqsiz o'ylamagan yerdan Xi Jinpingni ag'dirib o'tishi mumkin. Ag'diranmasligi ehtimoli cho'ngaroq. Agar bunda bo'lib qolsa, meningcha shu Xitoychilarningki farzi. Chunki bu siyosat Xi Jinpingning siyosati. Mana deganda Chunchanggo'ning cho'kishi Xitoy hukumati bu milliy qirg'inchilikningki rostligini
hem de bununki akı görünüşü Xi Jinping bu kolunu yumakçı ekanligini ispatlagan boludu. Bu xalqaraga hammadan ispatlangan hem Xitoy hattoki Xitoy ichidimi ispatlangan boludu. Shuning uchun Xi Jinping buni qo'g'dash, o'zini qo'g'dash. Chenchangoni Xi Jinpingga sadoqat bo'lishi, o'zini qo'g'dash. Bu ikkisi bir Xitoy o'zining gapi bo'yicha bir jipga bog'langan ikki chekatga. Birisi kuysa, yana birisi tang kuydi, birisi o'lsa tang o'ladi. Shuning uchun Chenchangonininki meningcha yanala bir muhim o'ringa chiqib kelish ehtimoli cho'ngmiki deyman. Hozir masalan bir haftaning oldida Xitoyda to'g'ri batlardagi diniy tashviqotlarni cheklash degan bir qonuni chiqdi. Bu qonunning oldida Xitoyning Ningxia, Gansuda Tungallarni va boshqa buddizm, xristian dinlarnikini butunlay bir cho'ng tutish qiladi ekan degan uchurlar kelyapti. Endi shaxsan menga bir so'z keldi 8 minutlik. Buningda uqtirayotgan buddistlarga hech qanday bir narsa torlarga chapilmanglar. 3-oyning oldida bir cho'ng tutish va bir turkum odamlarni solash orqali bularga qolgan dinlarga ogoh bermoqchi edi. Bu degani Xitoyning ichidagi. Bu demaklik Chenchango Xitoy ichigimi buning o'xshash bir odam kerak. Buni uyaga olib balki ashunda bir rolga qo'yish ehtimoli meningcha xeyli bor deb qarayman, shaxsiy ko'z qarashim. Erkin Efendi bu Chunchangoni yetkazib ketib Mashinrayni keldi. Albatta bu Mashinray kelgandan keyin uning birinchi qitim nutqida Xi Jinpingning markaz qilgan hozirgi siyosatni davomlashtirganligi, iqtisodni kuchaytirganligini o'ttirib qo'ydi. Sizningcha Mashinray hozir hamda iqtisodni yaxshi qilamisa, hozir chunki Amerika, Yevropa davlatlari bir muncha jazo berdi, Bingtuanga jazo berdi. Amerikada o'tgan hafta Uyghur mecbur emgeginden aldığını eliş kanunu resmi Prezident Biden tarafından qo'lga qo'yilib, Xinjiang Uyghur Abdum rayonidan kelgan barliq mahsulotning chek qo'yilganligi o'tirib qo'ydi endi. Shunda bo'ladi endi bundan keyin millashidi. Bu Xitoyga bo'libmi Xinjiang Uyghur Abdum rayonining iqtisodiga qattiq bir ajallik bir zarba bu. Agar bu Mashinray shu Xi Jinping kutgan arzu qilgan bu natijani qo'lga keltiramizsa, xalqaroning hozirgi yani davomli besim ostida bo'lib biz ko'rdik bu qonun ma'qullashdan sirt Amerika hukumati qolgan davlatlarmi ya'ni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bahona qilib diplomatik boykot qildi masalan Beijing Olimpikni. Sizningcha bu Mashinrayning oqibati qanday bo'ldi? Mashinray için bu Şarkı Türkistan iqtisadi ve qiyin bir iş şimdi. Çünkü Şarkı Türkistan'a qartılgan xalqaradan kelgan jazo bor. Ambargo bor. Bunda bir peytte yani Şarkı Türkistan'ın hoşun devletleri mi bekbay devletler emas. Yani Şinjan'ın yanında Hong Kong var. Şunu Şinjan tarafı kılaladı. Şarkı Türkistan'ın yanında etrafında kembagal devletler kötü. Şununla hoşun devletlerle ticaret kıp durup ya ki iktisadi emkarlık kıp durup Şarkı Türkistan'ı canlandırman desimi kıyın hem de. Hem de Jipek yolu stratejisini desek Şarkı Türkistan yalnızla bir ötkünçü yol. Yani mallarını jığıp mallarını takip edilen bir yerdi. O Şarkı Türkistan'ınki özünün işlep çıkargan bir küçük olmağa başka ülkenin malı kilip ketkeşke yani Şarkı Türkistan'a çık bir töpe koşmaydı. Şununla bu Mashinray'ninki bir kançı gibige dikkat kıldım. Birisi şu işlep çıkargan malınınki süpütünü yükseltiş. Bu yükselgenliğin belki tekima bir baza taptı buldu da bu gerek. İkincisi bu teknoloji işiltiş. Çünkü bazı bu iktisadi işlep çıkarış cetten teknolojinin işlepken vaxtıda asanlığa toktaydı ve maliyetimi ezen toktaydı işlep çıkargan malımı yaxşı setildi. Şununla bu Avrupa'ya kartılgan bu poyuz var Şarkı Türkistan'da devamlı. Şu poyuzunki yolunu işletiş mümkün. Ama hazır Şarkı Türkistan'da işlep çıkargan nurgun nezle var. Misalga ma koyaş enerjisinden kanda paylanış misalga. Ama bu fabrikama bu Şarkı Türkistan'da işlevesek Amerika'nın visimi kiliği verse İngilizce mi başlap gelse bunu seçiş tezkik edip başka ülkeye yötkeşke tırış vardı.
Şununla bu maşinri bir yerde iktisadını canlandırış, güçlendiriş onun için bir asan iş emas deb o'ylayman. Asan bo'lmag'achqa hem teknolojiden haberi bo'lgan, hem de bunu teknokrat deymiz bu hem de. Bundaq adamni bu yerga akaganga. Ben Guangzhou'da işte nima Xinjiang'da o'zini ko'rsatgan bir adam. Belki sadakat chetimi Xi Jinping'imi ko'rsatgandi. Şununla munda o'zining ishindigan mushu Sharq Turkistonning iqtisodini hal qila oladigan adam mushu deb tanlagan bo'lsa kerak. Ama pek asan to'xtamaydi deb o'ylayman. Agarda iqtisod yana shundoq nacharlashib, pulni yanılash merkezden aldığan yoki 10 necha o'lkaning yordami bilan yashaydigan shunday bir ahvol bo'lib qolsa hamda Maşinrima bir hizmet göstermeydi. Yani bir netice göstermek belki yani Can Çunşen ketkendik aslında cimcit kitip bilişimi mümkün de oylayman. Yaşar Efendi bu Çinçengoni yetkep onun orana maşinrini koyuş bilen elbette bir kısım Uygurlarda hem de siyaset özgürgen buldu hem de yaxşı buludu. Irqi qirg'inchilik tugish mumkin, amallarni qo'yitish mumkin, jahon o'zgargan bo'ldi deb buni nihoyat ijobiy qarayotgan Uyg'urlar bor. Aslan. Hatta ba'zilar chet ellik Uyg'urlar hatta hamda berib kelalaymiz-kan viza elib urug' tuqqanlar bilan ko'rishmiz deb nihoyat xuddi madaniyat inqilobi tugagandan keyin Deng Xiaoping chiqib jahon o'zgarib yaxshi bo'lib ketgandek shunda o'ylaganlar bor. Sizningcha bu xil qarash to'g'rimi? Albatta bu xil qarash dunyodagi eng ahmoqlarning qaraydigan ko'z qarash deyman. Kesplay etma, o ko'z qarashim emas. Shunda deyim faraz qilaman. Chunki hatta ba'zilar buning qarg'a vaqtida biz azraqil tarixni Shingsay Nagapadi abi Erkin efendimi deb bo'ldi. Shingsay milliy qirg'inchilikni ipagan. O keyinde yezigilik orman ministerligining ministri bo'lib o'sib bordi. Yakınki zamanda Wang Jun Nagapadi davlatning raisi bo'lib bordi. Wang Mo Nagapadi merkezga bordi. Umumiy milliy qirg'inchilik, yerlik millatchilik qarshi deganni ipagan milliy qirg'inchilik ipagan ziyolilarni qirganning birisi shu Wang Mo bor uning ichida. Ziya Samedining aslimlarini azroq o'qib qo'ysa topalaydi uni. Uningdan keyin Wang Chen, Zhang Chunshan, hozir bugun Xinjiangga mangdi. Hammasi o'xshash. Mana degan vaqtida o'lgan lagerlarning ichida, turmalarda o'lgan Uyg'urlar to'g'riliq bir Xitoy mushu tarixda o'tgan bir Xitoy hukumati apu so'rab bakmadi, to'lab bakmadi. Ular ikkinchi o'rinda turib, shularningki bir ahuz zarini anglab bakını yo'q. Shuning uchun bu bag'an siri, almashgan siri kunimiz bugungi kuniga kelgan vaqtida milliy qirg'inchilik yana bizning Uyg'ur millati dunyo sahnasida hayat mamat bir kunga qoldik. Shuning uchun bunda bir sharoitda yana bir kelgan Xitoydan umid kutish, o Xitoyni siyosatni o'zgartirdi deyish, bu dunyodagi buningdek ahmoq millat az ko'rindi deb qarayman. Agar mushunda ko'z qarashli bo'lib qolsa, bu millat emas, ba'zi odamlarga. Ahir savol Erkin Efendi bu Xitoy hukumati albatta aynı zamanda Deng Xiaoping'ning dağınıq söz var, yani Heymao Beymao rojulaşlıcı Mao degeni. Ak müşük bolsun, qara müşük bolsun, çaşqandı tutqını yaxşı müşük degen. Hem de məsələn Wang Laochun'dan o'rni Wang Laochun 2009 Ürümçi qirg'inchiligi ega bo'lib bostirgan bo'lsa, uning o'yiniga atalmış kitap chiroy Zhang Chunshanni akeldi. Zhang Chunshanni akelganligi məsələn bir qism Uyg'ur ziyolilari, hatto hukumat amaldori mana jahon o'zgardi, siyosat o'zgardi, yaxshi bo'lib ketdi deb bir qism Uyg'ur savdogarlar pul topgan bo'ldi. Shuningdan keyin ham Chunchanga kelib irqiy qirg'inchilik siyosatini 5 yil mobaynida yurgizib, tutadigan Uyg'urni tutib, solaydigan Uyg'urlarni solab, shu Zhang Chunshandan umid kutgan siyosat o'zgardi, mana ishlar yaxshi bo'ldi degan shu ziyolilar, shu savdogarlar, shu hukumat amaldorlarining hammasi ya lagerga kirdi, ya o'ldi, ya solandi, ba'zilari balkim Abdum rayonda yana qo'rqib Xitoyning xizmatini qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning mayli bu Xitoy hukumati kimni Xinjiangning bosh sekretari qilishdan qat'iy nazar sizningcha Uyg'ur xalqi bir millat sifatida Xitoy hukumatidan bir umid kutishi to'g'ri bir ishmi? Yani Xitoy hakimiyetinden bir ümit kütüş biraz kıyın yani. Bunundan bir ümit kelmeydi. Meyli Mançur imperiyası olsun, ula Mançur.
Meyli Gomindan hükümeti olsun ve hazırki Komünist Parti hükümeti olsun. Bularning hiçbirisi Şərq Türkistan'a bir yaxşılık kılgınını pek kömürüm. Yaxşılık kılgan bolsa vaqtinchadir ve taktiktir. Yani oyundur. Jiang Zunshan'a geldi, to'g'ri. Jiang Zunshan kelgan chaqda Şərq Türkistan'da pasport taqatdi. Chet elga chiqsanglar bo'ladi dedi. Ondan keyin seyahat qilsanglar bo'ladi. Turkiyaga borsanglar bo'ladi dedi. Ondan keyin nurg'un odamlarninki shu janub tarafdan qechishig'a ko'z yumdi. Yani 10 ming, 20 ming adam balacakı bilan, xotin balacakı bilan qochdi. Shu Jiang Zunshanninki vaqti. Ama ondan keyin bu qaçqanlar, pasport olganlar, Turkiyaga ziyorat qilganlar hammasi turmaga kirdi. Yani xuddi Mao Zedongning o'z vaqtida ko'plab sayrash, hammanglar gap qilinglar deb hamma odamni gap qilib qo'yib, undan keyin oxirida hammasini joylagandek bir ish hamdi. O'z vaqtida Komünist Xitoyning ishg'olidan keyin topraklarni, joylarni dehqonlarga taqib beramiz dedi. Tünügün taqib berdi, bugün yana taqib oldi ve baylarning hammani joyladi. Yani bunu yaxshi bilish lozim deb o'ylayman de. Ama Jiang Zunshanning vaqtida yana bir narsa bor, hech qadam diqqat qilmadi. Shu vaqtida shu Uyg'urlarga, yani isyon qoldirgan, bosh qoldirgan Uyg'urlarni Jiudi Jinfa degan bir narsani chiqardi. Jiudi Jinfa degan qonunsizdir. Xitoyning hech qanday bir qonunda Jiudi Jinfa degan gap yo'q. Bu Manchurlarninki oxirgi vaqtida isyonlarni bostiramay chiqarib olgan bir ifade. Yani yerinde, kögen yerde öldürdü degan gap. Ve Jiang Zunshanning vaqtida shunda kögen yerde öldürdü. Kögen yerde öldürdü. Yani Jiang Zunshanninki chiroy, anda kitap o'qigan bir chiroy bo'lsa, evvel ilshatma dedi, bular hammasi shu bular. Yani taktikçiler bunlar. Yani Xitoyda nurg'un maqol tamsillar va hammani tizishni hojat yo'q. Kulib turib qanchar selonlar deydi. Belki to'la izilgashga birilleri kopup biraz şefkat ko'rsatsa, dömbesini ıslab qo'ysa yoki siyosetinde men xato qilib sapdim, men xafa bo'lma degan bir ko'rinishni berib qo'ysa, erib ketish, bu bizningki biraz nima deymiz, biraz sattaligimizni ko'rsatadi. Yani siyosiy bir ko'z qarashlar meseleге qarilganligimizni ko'rsatadi. Rahmat, Erkin Efendi, İlşat Efendi bugünkü bu söhbətə layiq qatnashib berganinglar. Ben rahmet etaman. Sizga rahmat. Hörmətli görürmənlər, bugün programımız bu şəhərdə axırışdı. Gələn qitim görüşükçə, xuş vaxt bolanglar.